Kecha kechqurun Instagramda so'rovnoma o'tkazgandim stories orqali. Agar oldingizdan ommaviy oferta shartnomasi chiqadigan bo'lsa, shartnoma bilan siz tanishib chiqasizmi, o'qib chiqasizmi deb so'rovnoma qo'ygandim. Bir kishi yozibdi, ofertani o'qimaganligim sababli reklamada 22% lik kredit ko'rsatgandi, lekin shartnomada 41% bo'lib chiqib ketgan. Ofertani o'qimaganligimdan afsusdaman deb izoh qoldirgan ekan. To'liq so'rovnomani javobini kechqurun yuklayman. Hozir sizga savol bermoqchiman. Siz oldingizdan ommaviy oferta shartnoma chiqadigan bo'lsa, o'zi umuman sizga kimdir shartnoma taqdim qilsa, shartnoma bilan siz tanishib chiqasizmi? O'qib chiqasizmi? 5 daqiqa vaqtingizni ajrata olasizmi? Kommentariyaga fikrlaringizni yozib qoldiringizlar. Men shunga qarab keyin sizlarga bitta zo'r ma'lumot beraman. O'zbekistonliklarni shartnoma imzolashdagi qiladigan eng katta xatosi nima bilasizmi? Ko'pchilik biznesmenlar, tadbirkorlar, investorlar, mulk egalari shartnoma imzolayotganda shartnoma bilan tanishib chiqmaydi va shartnomani o'qimasdan turib imzolaveradi. Mana shu biznikilarda eng katta qiladigan xatosi. Hurmatli vatandoshlar, mana shu xatoni yo'q qilishimiz kerak. Kimdir sizga shartnoma taklif qilyaptimi? Albatta shartnoma shartlari bilan tanishib, o'qib, o'rganib, keyin imzolashingiz kerak bo'ladi. Aks holatda ertaga sizga juda katta mulkiy zararlar yetishi mumkin. Mabodo agar shartnomaga tushunmaydigan bo'lsangiz, mutaxassisga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Agar sizga sinmaydigan, uyaltirib qo'ymaydigan shartnoma kerak bo'ladigan bo'lsa yoki kimdir sizga shartnoma taklif qilgan bo'lsa, o'sha yuzasidan tushuntirish kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga Telegram orqali murojaat qilishingiz mumkin. Albatta sizga o'zimiz chiroyli shartnoma tayyorlab beramiz. Lekin mana shu xarakterni yo'q qilishimiz kerak bo'ladi. Kimdir sizga shartnoma taklif qilyaptimi? Albatta o'sha shartnoma bilan tanishib, o'qib, o'rganib, keyin imzolashingiz kerak bo'ladi. Aks holatda siz o'qimasangiz, bu narsa sizga shartnoma taklif qiluvchi tomonni foydasiga ishlab beradi. Shartnomada shunaqa bandlar bo'ladi, shunaqa joylar bo'ladi, ilmoqli qilib tashlab ketilgan bo'ladi. Ertaga o'sha ilmoqqa ilinib qolsangiz, katta mulkiy zararlarga kirib ketib qolishingiz mumkin. Videoni barcha yaqinlaringizga yuborib qo'yishni va obuna bo'lishni unutmang. Korxonani sanatsiya qilish bozor iqtisodiyotiga ta'sir qiladimi sizning fikringizcha? Mening fikrimcha emas, bu aniq ko'rinib turgan narsa. Agar biz birorta bir korxonani sanatsiya qiladigan bo'lsak, albatta bozor iqtisodiyotiga ta'sir qiladi. Nimaga desiz, misol uchun bitta A korxona bor, B korxona o'zi bankrotlikka qolsa kelib qolgan. Biz uni sanatsiya qiladigan bo'lsak, A korxonaning monopoliyasi yo'qoladi va raqobat yana paydo bo'ladi. Resurslar ko'payadi, tovarlar ko'payadi, ish o'rinlari yana ochiladi. Sanatsiya o'zi bu o'sha bozor iqtisodiyotiga davlatning yumshoq kuch bilan aralashuvini bildiradi. Bu bo'yicha O'zbekiston Respublikasining qonuni ham bor. Qishloq xo'jaligi korxonalarini sanatsiya qilish to'g'risida 1997-yilda chiqarilgan ushbu qonun. Bunga ko'ra bir qancha korxonalar ham O'zbekistonda sanatsiya qilingan va bu o'zini samarasini bergan. Sanatsiyani nimaligini tushunmaydiganlarga ma'lumot o'rnida aytib o'tgaman. Sanatsiya bu deylik birorta bir korxona bankrotlik yoqasiga kelib qoldi. To'lovga qobiliyatsiz bo'lib qoldi. Banklar tomonidan va davlat tomonidan o'sha korxonaning moliyaviy ahvolini yaxshilash, uni ishchanligini yanada oshirish, uni qayta moliyalashtirish, qayta kreditlash yokida boshqaruvini o'zgartirish, ya'ni korxonaning samaradorligini oshirish. Oddiyroq qilib aytadigan bo'lsam, misol uchun o'lim yoqasiga kelib qolgan insonni doktorga olib bordik. Bizlar doktor davolab, uni yana hayotga qaytarib yubordi. Sanatsiya ham xuddi shunday narsa. O'lim yoqasiga kelib qolgan korxonani qayta bizlar davolaymiz, lekin yana raqobatga qo'yib yuboramiz, bozorga kiritib yuboramiz. Xuddi shunday narsa. Albatta bozor iqtisodiyotiga bu juda yaxshi ta'sir ko'rsatadi.